Шоколад не заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Ishonamanda turli harakat qilinglar, hammanglarga omaman. Kechirasiz, kommunal topshiruvni. Men bu ishxonada boshqa ishlamoqchi emasman. Voy, nimaga Sabab 200 ta ayol kishining ichida bitta erkak kishi bo'lib ishlayapman. nima qilibdi? Hey, sizlarning xarakteringlar menga o'tib qolibdi. Men normalniy mujikman, normalniy erkakman. Oilam bor, bolalarim bor, choyxona yuraman men. Mana bu poza nimaga kerak menga hozir? Mo'min, agar mani desangiz ishda qolasiz. Ranoba, qo'ysangiz, yaqinda navarali bo'lgan odamsiz. Shunda muammo Ra'nodammi? Muammo menda. Mo'minjon, o'zingiz bossing. Ko'p savol berib charchatib qo'ymanglar. Savdo topa qo'ying-ey. Men hammalarni opamdek ko'raman. Lekin sizlar meni ukadek ko'rmayapsizlar. Xo'p, sizga nima xalaqit beryapti, Mo'min? Mana oddiy misol. Hojatxona nima bitta? Nimaga J faqat? Men qani? Voy, biz uyalayotganimiz yo'q-ku, Mo'min. Uyaling ne Layla opa? Uyaling. Men yo'laman-ku. Mana misol uchun oldilar. Deb erkakga o'xshab kuladi. Ana bu chaqanda deb kulaman. Voy, qo'lingiz Mo'minjon. Mana misol uchun oldilar. Mana mendan o'tirardim. Yaxshi misollar, chaqchimayapsanlarmi? Hozir mendan o'tirma. Menga nima kerak bor uni? Ha? Bo'ldi, uzr. Ketaman men. Voy, gapni puli-chi? Ha, gap pulni olib ketaman lekin. Между прочим, ishxonada bitta serka emassiz. Mana Asqaram bor-ku. Voy, tinchlikmi? Ketyapsanmi, mo'min? Ba-da-bum, bum, bum, boy, boy.